Uyda hech kimga yoqmagan shokoladlardan, shuningdek, xolodilnikda qolib ketgan mahsulotlardan ajoyib brauni shirinligini tayinladim va retsepti bilan sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Ishoninglar, rostdan ham zo'r chiqadi va hammada birdek o'xshab chiqadi. Tvorojniy sir, tuxum va shakari bir xil holga kelgungacha aralashtirib, bir chetga olib qo'yamiz. Xolodilnikdan hech kimga yoqmagan shokoladlarni olib, maydaroq qilib to'g'rab, oldindan eritilgan va suvroq bo'lgan saryog'ga solib aralashtiramiz. Keyin esa kakao va o'simlik yog'ini solib, hammasi bir xil holga kelgungacha aralashtirib, buni ham bir chetga olib qo'yamiz. Endi esa idishga tuxum bilan shakarni solib, ikkalasini yaxshilab aralashtiramiz. Bu juda ham muhim. Keyin esa shakar upasini solib, aralashtirishda davom etamiz. Va navbat kakaoli massaga. Massa xona haroratida bo'lishi kerak. Uni ham sovuramiz va un bilan shokoladni ham qo'shib yoramiz. Agar xohlamasanglar, shokolad solmasanglar ham bo'ladi. Hammasi bir xil holga kelgandan keyin oldindan tayinlab olingan qolipga massani teng yarmini solamiz, ustiga esa boya tayinlab olgan tvorojniy massani ham teng yarmini solib, ikkinchi qismini ham xuddi shunaqa ketma-ketlikda qilib, oldindan 170 gradusda qizdirilgan duxovkada 40-45 minut davomida tayyorlaymiz. 40 minutdan keyin qarabsizlarki, juda ham mazali va birozgina namroq brauni tayyor. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar. Hammaga yoqimli ishtaha!